Assalomu alaykum L'Oreal mebel kuzatuvchilari. Mana bugun yana bitta xonadonimizni mebellarini ustanovka qilib o'rnatib berdik. Hozir siz bilan bu mebellarimizni ko'rib chiqamiz. Bu xonamiz qizlar yotoqxonasi. Qizlar yotoqxonasini kiraverish joyiga Bloom profil oynali eshiklardan foydalanganmiz hamda podsvetkalar qo'yib berganmiz. Bu joyimizda qizimizni bo'ylariga mos bo'ladigan pantograflar qo'yib berganmiz. Kiyimlarini bemalol tushirib olib va yana boshqatdan chiqarib olish uchun juda ham qulay bo'lgan pantograflardan qo'yib berganmiz. Aksessuarlar qo'yiladigan, soat, bu narsa qo'yiladigan mexanizmlardan o'rnatib berganmiz. Pastlariga ko'rib turibsiz, tortmalar qo'yib berganmiz. Trimolarni ham o'ziga mos qilib, hattoki pattivelarni ham o'ziga mos qilib chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Spanlilarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, har doimgi обычный spanlilardan ko'ra 10 sm, 15 sm balandroq qilib berganmiz. Bu o'sha qizimiz o'zi mana shunaqa balandroq bo'lsin deb xohlaganligi uchun yonlariga trimolar qilib berganmiz. Bu tomonimizda profil oynali, Bloom mexanizmli shkaf. Hattoki bu joyda o'tirib bemalol dars qilishligi uchun mo'ljallangan parta hamda o'rtoqlari kelgan paytida bemalol o'tirib gaplashib, mana shu joyda darsini qilishga mo'ljallangan mягкий zona hamda mягкий zona bu spalnining orqa tomoniga chiroyli qilib berganmiz. Hozir bu xonani o'zini egasidan fikrlarini eshitamiz. Sizga yoqdimi? Albatta, men bu mebellarni o'zim tasvirlagandek chiqarib berishdi va bu yerda men o'zimga qulay bo'lgan dazmol stolda bemalol qiyinchiliklarsiz dazmol qila olaman. Va bu yerda divanlar ham men xohlagandek kattalikda va o'tiradigan mягкий mebellar ham juda qulay. Bu xonamiz o'g'il bola uchun mo'ljallangan. Bu xonada ham xuddi mana shunaqa Bloom mexanizmli profil oynali shkaf qilingan. Bu tomonida ham xuddi mana shunaqa, hattoki bu joyda barni stollar qilib berganmiz. O'g'lini o'zi xohlagani uchun mana shunaqa baland qilib berganmiz. Bu joyimizda parta hamda chesterlarni qilib berganmiz. Spalnining tepa tomoniga mягкийlarni. Bu tarafimizga Bloom mexanizmli kupe eshiklar qilib berganmiz. Ichlariga podsvetkalar qo'yib, tortmalar qo'yib berganmiz. Hamda bu tomoniga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa pantograflari bor, bemalol kiyimlarni olib qo'yish uchun. Bu joyda ham aksessuarlar uchun mo'ljallangan mexanizmlar qo'yib berganmiz. Shimiladiganlar qo'yib berganmiz. Bu xonani ham o'zini egasidan hozir so'raymiz, fikrlarini bilamiz. Bu xonamiz Aslidinning xonasi, hozir o'zini fikrlarini aytadi. Well, hello everyone. That's my room. As you can see, that's really beautiful and perfect as I imagined and ordered to L'Oreal Furnitures. Well, thank you very much for the furnitures and I wish big luck to your job for the future. Thank you. Bu yigitimiz ingliz tilida asosan ko'proq o'qiganligi uchun bizga hozir ingliz tilida o'z fikrlarini bildirdi. Bu fikrni tushunganlar kommentariyada izoh qoldirishingizni so'rayman. Bu xonamiz kattalar yotoqxonasi bo'lib, bu xonamizda mana qarang, kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham o'ziga nima qulay bo'lsa hamma narsasini qilib berganmiz. Bu joyimizga Bloom mexanizmli profil oynali eshiklardan qo'yib berganmiz. Hattoki mana shimiladigan joyi. Bu tomonimizda kattalar kiyimlar turadigan joyi, hattoki mana tortma. Fasadiga keladigan bo'lsak, akril oq jemchug ranglardan foydalanganmiz. Chesterlarimiz, mягкий zonalarimiz, hattoki antresollarni ham qilib berganmiz. Bu kichkinagina bo'lgani bilan uy egalariga qanaqa qulaylik bo'lsa, hammasi bu xonada mujassam. Bugungi ko'rib chiqqan mebelimizni haqiqiy buyurtmachisi, ya'ni xonadon egasi Sirajiddin akaning fikrlarini eshitamiz. Tolib aka, sizga katta rahmat. Sizdan oldin ikkita 3ta mebelchilar bilan ishladim. Ulardan qoniqmadim. Sizni mana shu firmani internet orqali ko'rib, internet orqali buyurtmani qilib, L'Oreal mebelga gap bo'lishi mumkin emas. Bolalarimga ham yoqdi. Mehnatiga gap bo'lishi mumkin emas. Imkon qadar kelishtirib, sharoitdan kelib chiqqan holda qilib beradigan firma. L'Oreal mebelga gap yo'q.